Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiyalar to'xtaydimi? XBF to'lovlarini bekor qilishni talab qildimi? Endi nafaqalar va ijtimoiy yordamlar kesiladimi? Bu savol hozir ko'pchilikni xavotirga solyapti. Ayniqsa, pensiya oladigan ota-onalarimiz, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlangan xonadonlar va farzandi uchun nafaqa oladigan ayollar ertaga pulim kelmay qoladimi deb qo'rqyapti. Men bugun bu mavzuni shov-shuv bilan emas, aniq oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi to'lovlar haqida gap ketishi mumkin, qaysi to'lovlarga tegilmaydi. XVF degani nima? Uning talabi qonun kuchiga egami? Oddiy odam hozir nima qilishi kerak? Hammasini birma-bir aytaman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya yoki nafaqa sizda bo'lmasa ham, ota-onangizda, qo'shningizda, qarindoshingizda yoki kelajakda o'zingizda bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar odamlarni vahmaga, noto'g'ri qarorlardan va aldanishdan himoya qiladi. Avvalo eng asosiy narsani aytaman. Pensiya tizimi davlatning ijtimoiy majburiyatidir. Ya'ni odam yillar davomida ishlagan, ish haqidan soliqlar va ijtimoiy ajratmalar to'langan, mehnat staji sharhlangan. Keyin u belgilangan yoshga yetganda yoki qonunda ko'rsatilgan holat yuz berganda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Bu huquq biror xalqaro tashkilotning bitta bayonoti bilan ertaga bekor bo'lib qolmaydi. Oldin ham davlat budjetida ijtimoiy xarajatlar katta o'rin egallagan. Pensiyalar, nafaqalar, kompensatsiyalar, kam ta'minlangan oilalarga yordam, nogironligi bo'lgan shaxslarga to'lovlar, boquvchisini yo'qotganlarga pensiya yoki nafaqa. Bolalar puli, moddiy yordam bularning hammasi turli manbalar orqali moliyalashtiriladi. Har yili budjet qabul qilinganda ijtimoiy sohaga qancha mablag' ajratilishi belgilanadi. Hozir nima o'zgardi? Hozir dunyo bo'yicha ko'plab davlatlar budjet xarajatlarini tartibga solish, samarasiz to'lovlarni qisqartirish, manzilli yordamni kuchaytirish haqida gapiryapti. XVF, ya'ni Xalqaro valyuta fondi ham davlatlarga iqtisodiy tavsiyalar beradi. Ular odatda budjet barqaror bo'lsin, ortiqcha xarajatlar kamaytirilsin, yordam haqiqatda muhtojlarga yetib borsin, qarz ko'payib ketmasin degan mazmunda bo'ladi. Lekin bu yerda juda muhim farq bor. XVFning tavsiyasi bilan mamlakat ichidagi qonun bir xil narsa emas. Pensiya yoki nafaqani bekor qilish uchun ichki qonunchilik o'zgarishi, rasmiy qarorlar qabul qilinishi, tartiblar yangilanishi kerak. Shunchaki XVF aytdi degan gap bilan pensionerning kartasiga pul tushmay qolmaydi. Shu sababli men bu masalada vahima qilishni emas, xushyor bo'lishni maslahat beraman. Chunki ayrim kanallar pensiyalar to'xtaydi, hamma nafaqalar bekor bo'ladi, ertadan pul bermaydi deb odamlarni qo'rqitadi. Lekin amalda gap ko'pincha boshqa narsada bo'ladi. Davlat ayrim to'lovlarni qayta ko'rib chiqishi, haqiqiy muhtojlarni aniqlashni kuchaytirishi, noto'g'ri tayinlangan yordamlarni to'xtatishi, hujjati to'liq bo'lmagan yoki sharoiti o'zgargan oilalarning nafaqasini qayta tekshirishi mumkin. Asosiy qism 1 nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Men birinchi navbatda pensiya bilan nafaqani ajratib tushuntiraman. Pensiya odatda mehnat faoliyati, staj, ish haqi, sug'urta badallari va qonundagi huquq asosida tayinlanadi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi turlari bor. Nafaqa esa ko'pincha ijtimoiy yordam sifatida beriladi. Masalan, kam ta'minlangan oilaga bolalar nafaqasi, moddiy yordam. Ayrim holatlarda staj yetarli bo'lmaganda ijtimoiy nafaqa, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun belgilangan to'lovlar. Kimlar hozir eng kam xavotir olishi kerak? Agar siz yoshga doir pensiya oluvchi bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash joyingiz va shaxsiy ma'lumotlaringizda muammo bo'lmasa, ertadan pensiyam to'xtarkan deb vahima qilishingizga asos yo'q. Pensiya tizimi oddiy yordam puli emas. U qonun bilan himoyalangan to'lovdir. Albatta texnik kechikish, karta muammosi, bankdagi uzilish, hujjat yangilanishi kabi holatlar bo'lishi mumkin, lekin bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Masalan, 68 yoshli otaxon 35 yil zavodda ishlagan, pensiyasi har oy kartasiga tushadi. Internetda pensiyalar to'xtaydi degan xabarni ko'rib, darrov bankka yuguradi. Aslida uning pensiyasi qonuniy tayinlangan, staji bor pensiya hisoblangan. Bunday odam uchun asosiy vazifa rasmiy xabarlarni kuzatish, karta muddat tugamagani tekshirish, pasport yoki ID ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga ma'lumot berish. Lekin mening pensiyamni XVF bekor qilar ekan degan qo'rquv o'rinsiz.
Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam oladigan oilalar. Chunki bunday yordamlar odatda oilaning daromadi, mol-mulki, bandligi, farzandlar soni yashash sharoiti ehtiyoj darajasiga qarab beriladi. Agar oilaning sharoiti o'zgargan bo'lsa, masalan, bir a'zosi rasmiy ishga kirgan, daromad oshgan, avtomobil sotib olingan, yangi uy-joy rasmiylashtirilgan, bank aylanmalari ko'paygan bo'lsa, tizim buni qayta baholashi mumkin. Natijada yordam to'xtatilishi yoki kamaytirilishi ehtimoli bor. Masalan, bir oilada 12 nafar farzandi uchun bolalar nafaqasi olib kelgan. Avval erining ishi bo'lmagan, daromad past bo'lgan. Keyin eri rasmiy ishga joylashib, oyiga 1 million so'm maosh ola boshlagan. Bu yaxshi yangilik, lekin ijtimoiy yordam mezonlarida oilaning umumiy daromadi qayta hisoblanadi. Agar daromad belgilangan chegaradan oshsa, nafaqa keyingi davrga uzaytirilmasligi mumkin. Bu hamma nafaqa bekor bo'ldi degani emas. Bu oila endi avvalgidek muhtoj deb topilmadi degani. Ikkinchi misol. Ayt yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida, boshqa daromadi yo'q. U kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqatga qiynaladi. Bunday holatda davlatning manzilli yordami aynan shunday insonlarga yetib borishi kerak. Agar islohot bo'lsa ham mantiq shundan iborat bo'ladi. Puli bor, daromadi yetarli, lekin qog'ozda kambag'al ko'rinayotganlar tizimdan chiqariladi. Haqiqatan muhtoj bo'lganlar esa himoyalanishi kerak. Uchinchi misol, bir kishi nogironlik pensiyasi oladi, lekin tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuborgan. Ba'zi nogironlik to'lovlari doimiy bo'lishi mumkin. Ba'zilari esa belgilangan muddat bilan qayta ko'rikka bog'liq bo'ladi. Agar fuqaro vaqtida tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Odamlar buni ham pensiyalar bekor qilindi deb tushunib qoladi. Aslida sabab hujjat yoki qayta tasdiqlash muddatida bo'ladi. 4-misol, o'quvchisini yo'qotgan oila farzand uchun to'lov oladi. Farzand 12 yoshga to'lganda yoki o'qish shakli o'zgarganda. Ayrim hollarda to'lovni davom ettirish uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Bu ham umumiy bekor qilish emas, balki shaxsiy holat bo'yicha hujjat talabidir. Endi XVF masalasiga kelaman. XVF ko'pincha davlatlarga ijtimoiy xarajatlarni samarali qiling deydi. Bu gapni oddiy tilda shunday tushunish kerak. Yordam hamma joyga sochilib ketmasin, boyga ham, kambag'alga ham bir xil imtiyoz berilmasin. Yordamga muhtoj odam aniq topilsin, budjet pulidan natija bo'lsin. Masalan, davlat arzon energiya, subsidiya, kompensatsiya yoki umumiy imtiyoz berayotgan bo'lsa, undan ko'pincha ko'proq iste'mol qiladigan boyroq qatlam ham katta foyda ko'radi. XVF esa bunday umumiy imtiyozlardan ko'ra pulni aniq muhtoj oilaga bering degan yondashuvni ilgari suradi. Bu albatta bahsli masala. Chunki oddiy odam uchun har qanday narx oshishi og'ir. Lekin iqtisodiy mantiq shuni aytadi. Budjet cheksiz emas. Agar pul noto'g'ri sarflansa, ertaga qarz oshadi, inflyatsiya kuchayadi, narxlar ko'tariladi. Endi juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, pensiya to'xtashi bilan pensiya bekor bo'lishi boshqa narsa. To'xtashi vaqtincha bo'lishi mumkin. Masalan, karta bloklangan, bank hisobida muammo bor. Fuqaro vafot etgani haqida noto'g'ri ma'lumot tushgan. Shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bo'lgan. Fuqaro chet elga doimiy yashashga ketgan. Ishonchnoma muddati tugagan yoki tibbiy hujjat yangilanmagan. Bunday vaziyatda masala hal qilinsa, to'lov tiklanishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, nafaqa tayinlangan bo'lsa ham, u abadiy degani emas. Ko'plab ijtimoiy yordamlar ma'lum muddatga tayinlanadi. Muddat tugagach qayta ariza berish kerak bo'ladi. Odamlar ko'pincha oldin olardim, endi bermayapti deydi. Men bunday vaziyatda doim birinchi savolni beraman. Nafaqaning muddati tugamadimi? Qayta ariza topshirdingizmi? Oilaning daromadi o'zgarmadimi? Hujjatlar to'liqmi? Chunki sabab ko'pincha shu oddiy narsalarda bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, rasmiy daromad bilan norasmiy daromad masalasi. Ba'zi oilalar biz kambag'almiz deydi. Lekin oila a'zolaridan biri norasmiy ishlaydi. Oyiga 5-6 million so'm topadi, ammo hech qayerda ko'rinmaydi. Davlat tizimlari to'g'ri raqamlashtirilmoqda. Bank kartalari, soliq ma'lumotlari, mol-mulk reyestrlari, avtomobil, kadastr, ish haqi, subsidiya tarixi. Bularning hammasi bosqichma-bosqich solishtiriladi. Shuning uchun hujjatda daromad yo'q degan eski usul bilan yordam olish to'g'ri qiyinlashadi. Bu halol muhtojlar uchun yaxshi, lekin tizimda xatolik bo'lsa, haqiqiy kambag'al ham qiynalib qolishi mumkin. Shuning uchun o'z ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshirtirish juda muhim. 4-nozik jihat. To'lovlarni bekor qilish
degan ibora har doim ham pensiya yoki nogironlik pulini anglatmaydi. Ba'zan gap ayrim imtiyozlar, subsidiya, kompensatsiya, byudjetdan moliyalashtiriladigan samarasiz dasturlar. Korxonalarga berilgan yengilliklar yoki aholining hammasiga bir xil beriladigan umumiy qo'llab-quvvatlash haqida ketadi. İnternetda esa buni ataylab pensiyalar bekor bo'ladi deb sarlavha qilishadi. Chunki qo'rqinchli sarlavha ko'proq ko'riladi. Men sizdan iltimos qilaman, bitta sarlavhani ko'rib qaror chiqarmang. Rasmiy matnni, qonun loyihasini, hukumat qarorini yoki mas'ul tashkilot izohini ko'ring. 5-nozik jihat. Pensiya yoshini oshirish, pensiya miqdorini indeksatsiya qilish, minimum pensiya ish staji talablari jamg'arib boriladigan pensiya tizimi kabi masalalar alohida mavzu. Davlatlar qarish jarayoni, budjet yuklamasi, ishchi kuchi kamayishi sababli pensiya tizimini vaqti bilan isloh qiladi. Lekin bunday islohotlar odatda bir kunda bir daniga ogohlantirmasdan qilinmaydi. Chunki millionlab odamlar hayoti bunga bog'liq. Agar kelajakda qandaydir o'zgarish bo'lsa ham, u rasmiy tartibda e'lon qilinadi. O'tish davri bo'ladi. Kimlarga ta'sir qilishi aniq yoziladi. 6-nozik jihat firibgarlar. Har safar pensiya va nafaqa haqida vahima chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kartangiz kodini ayting. Nafaqani saqlab qolish uchun SMS kodini yuboring. Hujjat qilib beramiz, pul o'tkazing deyishi mumkin. Hech qachon bank kartangiz raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, SMS kod, mobil ilova parolini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bilingki, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. 7-nozik jihat. Mahalla aytdi, qo'shnim eshitibdi, telegramda chiqdi degan gaplar huquqiy asos emas. Sizning pensiyangiz yoki nafaqangiz bo'yicha haqiqiy javobni faqat mas'ul organlar, rasmiy elektron tizimlar, yozma javoblar va qonuniy hujjatlar beradi. Og'zaki gapga ishonib, hujjat topshirishni kechiktirsangiz yoki ariza bermasangiz, keyin o'zingiz zarar ko'rishingiz mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Oddiy fuqaro hozir nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz oladigan to'lov turini aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami, bolalar pulimi, moddiy yordam yoki subsidiya turimi, to'lov turini bilmasangiz, qanday huquqingiz borligini ham, nimani talab qilishni ham bilmaysiz. Pensiya olsangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan yoki My.Gov.uz orqali ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Nafaqa va moddiy yordam bo'yicha mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli elektron platformalar orqali holatingizni aniqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, STIR, JSashir, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat staji ma'lumotlari, ish haqqi haqidagi arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, boquvchining vafoti haqidagi guvohnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma, qaysi to'lovga murojaat qilayotganingizga qarab kerak bo'lishi mumkin. Hujjatning bittasi yetishmasa ham ish cho'ziladi. 3-qadam, agar to'lov kechiksa, darrov vahima qilmang. Sababini yozma tarzda so'rang. Bankdan hisobingiz faolmi? Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? Shuni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Mening falon turdagi to'lovim falon oydan beri kelmayapti. Sababini tushuntirib berishingizni va agar kamchilik bo'lsa, qanday hujjat topshirishim kerakligini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb ariza yozing. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob keyingi shikoyat uchun asos bo'ladi. 4-qadam. Agar nafaqangiz rad etilgan bo'lsa, rad etish sababini bilib oling. Sizga chiqmaydi degan umumiy gap yetarli emas. Nega chiqmaydi? Daromad oshganmi? Mol-mulk mezoni to'g'ri kelmadimi? Hujjat yetishmadimi? Oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilganmi? Tizimda xatolik bormi? Masalan, sizning nomingizda eski mashina bor, lekin u allaqachon sotilgan, rasmiylashtirilmagan yoki siz yashamaydigan uy sizning nomingizda turibdi. Bunday xatoliklar ijtimoiy yordamga ta'sir qilishi mumkin. Demak, avval sababni aniqlaysiz, keyin hujjat bilan tuzatasiz. 5-qadam, daromadingiz va oilaviy tarkibingizni yashirmang. Bugun yashirilgan ma'lumot ertaga muammo bo'lib qaytishi mumkin. Agar noto'g'ri ma'lumot asosida nafaqa olingani aniqlansa, to'lov to'xtatilishi, hatto ortiqcha olingan pulni qaytarish masalasi ham chiqishi mumkin. Halol va aniq ma'lumot berish eng xavfsiz yo'l.
6 qadam rasmiy manbalarni kuzating. Prezident qarorlari, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, iqtisodiyot va moliya vazirligi. Adliya vazirligi izohlari mana shular asosiy manba. Telegramdagi noma'lum kanal yoki videodagi qo'rqinchli sarlavha rasmiy manba emas. Agar biror xabar chiqqan bo'lsa, men har doim shunday qilaman, avval hujjat raqamini qidiraman. Keyin kuchga kirish sanasini ko'raman. Keyin kimlarga tegishli ekanini o'qiyman. Siz ham shunday odat qiling. 7-qadam. Agar siz haqiqatan muhtoj bo'lsangiz, arza berishdan tortinmang. Ba'zi odamlar baribir bermaydi deb yuraveradi. Lekin hujjat topshirmasangiz, tizim sizning holatingizni ko'rmaydi. Ayniqsa, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ko'p bolali va daromadi past oilalar o'z huquqini talab qilishi kerak. Mahallaga boring, ijtimoiy xodimga murojaat qiling, kerak bo'lsa, Matagov.uz orqali ariza qoldiring, Bimbingir taksi yoki tegishli ishonch telefonlari orqali maslahat oling. 8-qadam. Pensioner yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksalar SMS, bank ilovasi, elektron xizmatlar, PIN kod, onlayn ariza kabi narsalarni yaxshi tushunmaydi. Firibgarlar aynan shulardan foydalanadi. Ota-onangizning kartasi muddati, telefon raqami kim nomida, pensiya qaysi bankka tushadi, hujjatlari joydami? Buni bir marta tekshirib qo'ying. Bu juda katta yordam. Endi savolga aniq javob beraman. Pensiyalar to'xtaydimi? Menda mavjud mantiq va amaldagi tartiblardan kelib chiqib aytaman. Barcha pensiyalar ommaviy tarzda to'xtaydi degan gapga asos yo'q. IXLFning tavsiyalari avtomatik ravishda pensionerlarning pulini bekor qilmaydi. Lekin ijtimoiy to'lovlar tizimida tekshiruv, manzillikni kuchaytirish, ayrim imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish, samarasiz xarajatlarni qisqartirish kabi jarayonlar bo'lishi mumkin. Bunda eng ko'p e'tibor hujjati noaniq, daromadi o'zgargan, mezonlarga mos kelmay qolgan yoki noto'g'ri ma'lumot bergan oilalarga qaratiladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman, ijtimoiy himoya kuchli bo'lish uchun pul haqiqiy muhtojga yetish kerak. Agar tizimdan muhtoj bo'lmaganlar ham pul olayotgan bo'lsa, bu oxir oqibat haqiqiy kambag'alning ulushini kamaytiradi. Lekin islohot adolatli bo'lishi shart. Oddiy odam qog'ozbozlik sabab yordamdan mahrum bo'lmasligi kerak. Tizim xatolari tez tuzatilishi kerak. Har bir rad javobi tushunarli bo'lishi kerak. Odamlar qayerga murojaat qilishni bilishi kerak. Men ekspert sifatida aynan shuni talab qilaman. Tartib bo'lsin, lekin insoniylik ham bo'lsin. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, internetdagi pensiyalar to'xtaydi degan vahimali gaplarga darrov ishonmang. Pensiya qonuniy huquq. Uni bekor qilish oson va bir zumlik jarayon emas. XVF tavsiyalari esa ichki qonun o'rnini bosmaydi. Ammo ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tartib kuchayishi, hujjatlar tekshirilishi, yordam yanada manzilli bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tartibga keltirish, rasmiy manbalarni kuzatish, to'lov kechiksa yozma murojaat qilish, firibgarlardan ehtiyot bo'lish va o'z huquqingizni bilish. Sizning hududingizda pensiya yoki nafaqa bo'yicha kechikish, rad javobi yoki tushunarsiz holat bo'lganmi? Izohlarda yozing. Men bunday real vaziyatlarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar ayniqsa keksalarimiz va muhtoj oilalar uchun juda zarur.